Salom bola, bugun sizlar bilan Mobile Legends'ni o'ynab olmoq olishni o'rgataman. Birinchi navbatda sizlar YouTube'ga chiqqan bo'lishingiz kerak. Bir marta bo'lsa ham Epic'ga chiqqan bo'lishingiz kerak. Epic'ga chiqqaningizdan keyin sizlarda mana bu joyga o'tsa bo'linadi. Bu bo'limda har kuni O'zbekistonda soat 8 dan keyin o'yin boshlanadi. Mechlarda mana bunday bo'ladi. Mana naxaqa bo'ladi. Shunday davom etadi. Naxaqa kelguncha shunday bo'ladi. Va mana naxanga o'xshab defektlar bo'lsa, hozir 2 marta tegish kerak emas. Defekt qo'yganda sizlarda mana bunaqa tartiblar deydi. Himoya yulduz zashitaga o'xshagan narsa u ham. Keyin bu yerda bitasizlar. Yetganlardan keyin birinchi kelib bittasi mana bilan token beradi. Keyingisida ramka beradi. Token smile beradi. Keyingisida yana token bilan nima beradi va mana bunday narsa beradi. Başlay qayta chiqadigan beradi. 5 kunga va legendada mana bu beradi va mana bu olsangiz bo'ladi. I will protect you. Bundan keyin va oxirgi rankda olmoq kerak sizlar yetganingizga qarab. Amaliyotda o'yinlar bo'ladi. Har xil Operating bo'ladi bu joyda. Hozir yondoq operating Bratlar navalarlar tekinga olmasa oladi, shu banklarga chiqib olmasa olishadi. Your inner flame flickers with such beauty. Thousands of wishes